Assalomu alaykum. Biz bugun Venning siljish qonuniga oid masala ishlaymiz. Bunda bizga Planck formulasi berilgan bo'lsa, Venning doirasini topishimiz kerak bo'ladi. Bizda Planck formulasini to'lqin uzunlikka bog'liq formulasi berilgan va spektral zichlligimizda Liamdaga bog'liq grafika chizilgan. Bunda biz buni hisoblashimiz uchun Liamdaning maksimal qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun quyidagi hisoblashni amalga oshiramiz. Ya'ni bunda Planck formulasini to'lqin uzunligi bo'yicha differensiallab 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Endi Planck formulasi qiymatini buni o'rniga olib qo'yaman. Bundan birinchi navbatda o'zgarmish kattaliklarni chiqarib olamiz. Va bunda Liamdaning 5-darajasini suratga chiqarib olaman. Va buni bo'linmaning hosilasini hisoblash formulasini hisoblaymiz. Biz bunda v taqsim u ifodaning hosilasini so'ralayotgan bo'lsa, v dan hosila u minus u dan hosila v taqsim u ning kvadrati bo'ladi. Mana shu ifoda bo'yicha hisoblashni davom ettiramiz. Mana shu ifoda hosil bo'ldi. Endi buni soddalashtiramiz. Avvalo bulardan hosilasini yozib olamiz. Bu qismidan hosila olayotganimizda y'ning o'zidan hosila olinadi, 1 0 ga teng bo'lib ketadi. Bunda birinchi y'ning o'zi yoziladi, keyin uning darajasidan hosila olamiz. Darajasidan hosila olayotganimizda 1 taqsim Liamdaning hosilasiga teng bo'ladi. Uning hosilasi 1 taqsim Liamda kvadrat. O'zgarmas kattaliklarni yozib olaman. H taqsim kt ga teng bo'ladi. Bizda mana shu ifoda hosil bo'ldi.
Endi bu ifodadan hc kvadratlarni nolga tenglashtirib tashlab yuboraman va bizada ifodamizning mahraji nolga teng bo'lmasligi uchun uning sur'at qismini nolga teng yozib olaman. Bunda ikkala minus plus bo'lib ketadi. Buni yozishda bu joyda lambdani kvadrati bor, bunda lambdaning minus 5-darajasi bor. Buni so'rta ko'taradigan bo'lsam, lambdaning minus 7-si bo'ladi. Mana shu ifoda hosil bo'ldi. Bundan lambdaning 6-si bilan lambdaning 7-si bor. Lambdaning 6-darajasini chiqarib olib, qisqartirib olsam bo'ladi. Mana shu ifoda hosil bo'ladi. Endi bu yerda belgilash kiritib olamiz. Bunda hc taqsim lambda katini x deb belgilab olaman. Bu x deb belgilab olgan qiymatimizni o'rniga borib qo'ysak, bu tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni bunda lambdaning minus 1-sini mahrajga qo'yib yuborsam, bunga teng bo'lib qolar ekan. O'shanda uni x qo'yib ketdim. Endilikda bu tenglamani soddalashtirib olamiz. Besh degan tenglama hosil bo'ldi. Bu tenglamamizning javobi sonli hisoblashdan x teng 65 ga teng bo'ladi. X da bu qiymatini olib borib bunga qo'yamiz. Demak, bizda bu ifoda hosil bo'ldi. Bu ifodadan 4,965 ni tenglikning chap tomoniga, lambda t ni esa tenglikning o'ng tomoniga o'tkazib olamiz. Va bizda Vinning siljish qonuni formulasi hosil bo'ldi. Bunda Vin mana bu yerdagi kattaliklarni b ga teng deb oladidagi va bu b ni Vin doimisi deb ataydi. Bundan ko'rinib turibdiki, b teng k ga teng bo'ladi. Bu yerdagi kattaliklarni o'z o'rniga qo'yib hisoblasak bo'ladi. Bunda Planck doimisi
6,63 10 minus 34 ga teng. C'ning qiymati 3 10 8 ga teng. Bundan K bo'lsman doimasining qiymati 1,38 minus 23 ga teng. Va bu hisoblashlarni amalga oshirsak 2,89 minus 3 metr ko'paytirilgan kelvin. Ya'ni Vin doimiysining qiymati kelib chiqadi. Va teng bo'ldi.